Assalomu alaykum bizni ko'rib borayotgan do'stlar. Bu galgi romligimiz oq akfadan bo'lgan. Hop. 2 dona bir xil derazali, bitta eshikli romligimiz. Buni holati bunaqa emas edi. Bu mana bu yergacha saydin tushgan. Hop, tagida narsa bo'lganida ustunlari 2 xil, oralari 2 xil edi. Bularda uchalasini ham bir xil razmerga olib keldik. Mana eshigi ham, deraza ham, u deraza ham uchalasini ham bitta razmerga olib ustunlarni surganmiz. Hop, tepalarini olib tashlab turib, tepasiga ham narigi tomoniga ugl alkafon qo'yib berganmiz. Hop, ichkari tashqari mana o'sha alkafon bo'lgan. Bu yerda bitta eshigimiz bor. Bir qanotli eshigimiz bor. Bu yerda 2 qanotli eshik. Hop, buni mana shu ko'rib turgan holatingiz 6,5 millionga qo'yib berdik buni. Bu narsalarni 4 dona narsani. Hop, ichkaridagi holatni ko'rsatamiz. Ichkariga mana bu alkafonni mana shunday qilib turib o'rab berganmiz mana. Burchagi ham o'sha rang bilan o'tib ketgan. Bu mana bu akfani mana bu yerdan qotiydi. Bu ustidan chaspak tushgani hisobiga ko'rinmay ketadi. Keyin tepasiga ham ugl qo'yganmiz. Ana ugl alkafon qo'yganmiz. Xullas bu yerga ancha mehnat ketgan. Bu holatiga olib kelish uchun ozma-oz mehnat ketgan. Chunki juda nerazvi yerni to'g'irlab chiqamiz, ustunlarni almashtirib, surib, aqa-baqa to'g'irlab. Buni narxi 6,5 million so'mga qilib berdik mana shu 4 dona narsani. Hop, ochilishlari ham o'sha ruchkalari yaxshi ruchkalar. Moshna qilib qo'yib berganmiz. E'tibor uchun rahmat, salomat bo'ling.